Assalomu alaykum aziz obunachilar, sevimli sayroq qushlar kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Tak, bugungi retseptimizda mana yong'oq. Buni hozir mana bir yerda buni jo'valarni xullas mashinasida hozir buni tarkat qilib mana bunaqasiga maydalaymiz-da. Hozir bitta qo'llarni ko'rsatib beraman. Xullas shunaqasiga ezish kerak, mayda bo'lishi kerak bu. Kukun bo'lgandan keyin mana bunaqa maydalanishi kerak, mayda bo'lishi kerak. Maydalab olib keyin yana bitta video ko'rsatamiz. Hozir bitta qo'lda sal neudobniy bo'lyapti. Mana shunaqa qilib maydalanadi bu. Shu suv chiqadi, ko'rayotgan bo'lsanglar mana o'zini suvi chiqadi, yog'i chiqadi. Yog'ini ham silchitib beramiz-da. Pokligi zo'r bu. Ani gibrid olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu zo'r effekt beradi. Gibridga, keyin kanariykalarni ko'paytirishga zo'r bu. Gormonalnisini oshirib beradi. Tuxumga bo'lgan anaqasini ko'paytirib beradi. O'g'itini. Shunaqa qilib chiqarib olamiz. Kokil bo'lsa, norchi bo'lsa, gibrid olmoqchi bo'lganlarga bu zo'r, tezroq gormonini oshirib beradi. Modaga bo'lgan ishtiyoqi tezlashadi. Agar menda hozir faqat yong'oq qolgan ekan, shuning uchun faqat yong'oqdan qo'yman. Agar sho'rdani bo'lsa ham zo'r bo'ladi qo'shishga. Zo'r effekt bo'ladi. Mana shunaqa kukunga bo'ladi. Mana shunaqa bersanglar zo'r effekt bo'ladi. Mana shunaqa. Mayda qilib bersanglar yog'lari bo'ladi uni. Agar asal bo'lsa, ozgina asal ham qo'shib yuborsangiz, vashi zo'r bo'ladi. Hozir men to'g'risini ham asalim qolmagan ekan, shuning uchun yong'oqni o'zi bilan kifoyalanib turamiz. Lekin maza qilib yeydi. O'zingizlar ham bergandan keyin kuzatib turasizlar. Men endi qushlarim ko'pligi uchun men ko'proq oldim. O'zingizlar ham qushinglarning hisobini olasizlar. O'shanga qarab qilib beraverasizlar. Lekin zo'r effekt bo'ladi. O'shani gibrid olamiz deb harakat qilayotganlar, bu hech qanaqa kimika emas, dorilar ham emas. Bu tabiiy yo'li bilan gibrid olish yo'lini ko'rsatyapman sizlarga. Mana shunaqa mayda kukun bo'ladi, zo'r bo'ladi. Effekti ham zo'r buni. Har kuni bir kundan bir mahal bersa ham bo'ladi yoki 2 kunda. Ko'proq 2 kunda bir mahal beraversanglar ham bo'ladi. Hozirgi paytda tullab yormaslik uchun. Bu atak zo'r effekt beradi. Shunaqa obuna bo'lmaganlar bizga obuna bo'lishinglarni maslahat qilamiz. Xudo xolos bundan ham yaxshi videolar chiqaramiz. Tez xudo xolos chiqarib turamiz. Like, kommentlarni unutmaymiz. Xudo xolisi bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan sevimli sayroq qushlar kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.